Xitoy Shimoliy Koreya uchun ig'ir badal to'lashga rozi ekanligini bildirdi. Sabah to'rining 8 avgustdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Shimoliy Koreya bilan azaldan davomlashib kelayotgan iqtisodiy munosabatlari sababidan Yevropa tarafidan chiqarilgan qarorning ijro qilinishi uchun intayin cho'ng badal to'laydiganligini tilga olgan. U so'zda faqat xalqaro qurollarning kengayishining oldini olish sistemasini rayon xarakterlik tinchlik va muqimlikni qo'g'dash uchun Xitoy buningdan burunqiga o'xshashla qarorning barliq mazmunlarini umumyuzlik va kaskinlik bilan ijro qiladi deganlarini bildirgan. Xitoy nurg'un qatim Shimoliy Koreyaga munosabatlik ijro qilinadigan jazo qarorini qo'llaydiganligini bildirib, Shimoliy Koreya xalqini tijorat va umumiy jihatdan ta'sirga uchratmaslik kerakligini bildirgan. BDT Bexatarlik Komiteti 5 avgust kuni Shimoliy Koreyaga munosabatlik yangidan chiqarilgan jazo qarori bilan $3 milliard yillik eksport kirimining 3dan birini azlatdi.